Izzat aka oldingizga sovchilikka keldim aka. Bunaqasi hali bo'lmagan lekin aka. Gentra proyektini obunachilar iliq kutib oldi. Topshirgan odamimiz ham maza qildi. Endi u zo'r chiqdi deb o'zi aka. Proyekt rostdan zo'r chiqdi-da. Lekin hozir obunachilar ozgina zerikib qoldi. Shunga endi bitta mashina olib, uni proyekt qilib 1 yil, yarim yil cho'zgandan ko'ra tayyor mashinani olib, o'sha moy quyganlar orasida aniqlab bitta odamga berib yubormoqchiman. Ya'ni siz mana shu mashinaga sovchilikka keldingiz mana oldin. Shuning uchun. Mana shu mashinani xullas men sizdan sotib olmoqchiman. Bilaman, ancha mehringiz ketgan, qancha mehnat qilingan, o'zi ham 3 yil yig'dingizmi? Ha, okay, pashti shunaqa. 3 yilga yaqin bo'ldi bu mashinaga. Xullas, o'sha underground Most Wanted'da chiqqan mashina, mana shu mashina bo'ladi. Replika varianti, birga bir qilib ishlangan varianti, motorlarigacha o'zgartirilgan. Ya'ni amortizator, coilover, paylover diskalarigacha xullas. Hozir yangi yetordim aka diskasini. Ya'ni bu o'zi birga bir emas-ku. Endi o'shani o'zidan-ku, lekin men bu guli sal ko'proq-da. Hozir mana xudo xolasa birga bir o'zidan zakaz qildim. Ya'ni xuddi shu Mosfet'dagi diskadan zakaz qildim. Salonlariga ish qilib o'zgartirishlar kiritmadingizmi? Yo'q, hali yo'q, o'sha M4 denasi o'sha. Xullas, narsalar o'sha holat. Mashinaga mehr berilgan. Bilaman, normalniy plyus ketgan, lekin endi bozorda bu baribir. O'shanga men bitta taklif berib ko'raman. Endi qabul qilasizmi, qabul qilmaysizmi? Mana shu mashinani menga bermasangiz bo'lmaydi. Men 5 oling birinchi. 5 anaqa usha oladi. Hop, aka, mashinangizga $20,000 beraman. 20,000? Ha. Bu endi o'zingiz shu sohadasiz, o'zingiz bilasiz, nechta proyekt qilgansiz. Taraytingizga nech pul ketdi aka mana? Ya, bilaman. Qarang, hozir bu mashinani haydamasdan, mana bu yotgandan ko'ra, o'zi shu ana avariya bo'lganingizdan keyin umuman haydamayapsizmi? Bilmayman. Haydamayman deb bu mashinani. Yo'q, yotibdi-da, qanaqadir ko'ngli sovib qolganga o'xshaydi. Qarang aka. Men ham borib bir xil paytda, masalan, bundoq narsam yotaveradi-yu, ishlatmasam, o'sha bo'pti, men yopishgan odamga berib yuboraman-da. O'shaning uchun, mayli, $22,000. Ya aka, qarang, buni tuningini o'ziga hozir 30,000 oshib pul ketgan. Mazga qarab 22,000 oshidan beradi. O'zi umuman aka buni sotish niyatim yo'q. Bu bekorga turmayapti bu, aka. Motor yechilgan. Bo'pti, obunachilar nomidan yana 3,000 qo'shdim, 25,000. 25,000. Men obunachilarni keyin so'kib tashlaydi. Aka 25,000 ga olardim yoki 50,000 ga. Aka bir paytlar ishonasizmi? Yo'q, birinchi chiqqan payti bor buni. Kimligini aytmayman. Telefon qilib 80,000 pul berishgan. Aka bermagan. Rostdan bermaganman mashina. Birinchi olib chiqqan payti. Ya, menga yozinglar kommentga. Siz arzon qilganingiz bor-ku, siz arzon qilganingizda telefon qilib, mana shu BMWni menga 80,000 ga soting deyishgan. Sotmaganmi? Rostdan sotmagan. Yo'q, hozir ham motorlari yo'q. Mayli, motorni o'zim qo'yib olaman. Bo'pti, 25,000 beraman. Motorni o'zim qo'yib olaman. Qolgan narsalarni, ishlarni o'zim qilib olaman. Qarang, aka, motor keladi, xudo xolasa, o'sha kelib bo'lgan motor turibdi. Bahorgi bu mashinani boshqa chiqib tayyorlayman. Shuning uchun sotish niyatim yo'q, aytaman. Diskalargacha almashtiraman. O'zi O'zbekiston bo'yicha 12 ta kupe bor. 12 ta. Hop. Dona. Bilaman, kam bundan. Ha, undan 8 tasi yo'lda yuradi shundoq. Ya'ni ko'chada yuradigan mashina 8 ta. 4 tasi yo'q, qarochi. 4 tasi yo'q. O'shandan bittasi mana shu. O'shaning uchun keldim-da. Ha, proyekt qilmoqchisiz, to'g'rimi? Hop. Tayyor bermoqchisiz, to'g'rimi? Shunaqa. Bo'ldi. Aka, qarang, sizga bitta meni taklifim bor. Qanaqa taklif? Xuddi mana shunaqa bitta qamab qo'yganim bor, aka. Y46. Xuddi shunaqa kupe. Ha. Tayyor, shundoq qamalgan turibdi, aka. Qayerda turibdi? Joy turibdi deydi. Shu holada turibdi, aka, mashina. Ko'rmaganman-ku men. Zo'r lekin, aka. Bitta ko'rganingizdan keyin o'zingiz ham maza qilasiz. Bo'ldi, xullas, boramizmi hozir yoqqa? Ko'rasizmi? Ko'ramiz, конечно. O'shan tepasida savdolashamiz. Yo'q, niyat, maqsad aniq. Xudo xolasa hamma narsa chizilgan. O'sha mashinaga qilib turib bitta mashinani olib tayyorlab, inshaalloh valvali moyni quygan odamga sovg'a qilish. Bo'ldi, aka. Sizga bo'lsa, o'shani ko'rsatib beraman. Xudo xolasa akalar kuzatib turinglar, inshaalloh. Qayerda? Ishxonangizdan? Ishxonada. Bo'l ketdi. Xullas, bu mashina endi bo'lmas, savdasi pishmadi. Ya, buni o'z savdasi pishmasdi ham o'zi aniq edi. Xullas, qani uni ko'rib oqamiz, ketdi. Aziz akam ishxonalari-yu. Ha, endi mashinani hozir mana shu yoqqa olib chiqib qo'yganman men, aka. Ya'ni tayyorlanyapti. Hop, mana buni Lamborghinimi? Ha, bu Lamborghini, yo, bu Lamborghini emas, bu Lamborghini BYD Urus. BYD Urus. BYD Gap yo'llagan. Ba'zi o'zbek ustalar dunyo bo'yicha nomerani deb hisoblayman men. Juda ko'p davlatlarda bo'lganman, aka. Iminni o'zini ishiga qunt qilish bo'yicha birinchi o'rinda turadi deb hisoblayman. Men nima bu rostagasi Lamborghini? Yo'q, bu xuddi shuni sherigi, faqat endi rangi boshqacha bo'ldi hozir. Ya'ni sariq rangda bo'ldi. Xullas, BYDdan Lamborghini yasalyapti. Gap yo'q. O'zbekistonda hamma narsaning iloji bor. Ha, gap yo'q. Mana Aziz aka, BYDlardan Lamborghini yasab berayotgan ekansizlar. Nech pul ketadi bunga? 20,000 aka. Shu ustuni o'ziga.
Bu qiz emas. Mana yonidagi qiz ana kuni videosi chiqdi. Mana mi? Ha. 190 ni 1 million dollarga sotilgani chiqdi videosi. Ko'rdingizmi? Mana masha aka o'shandan yasalyapti. Hozir yo'q deb qo'yishdi, o'zi yasasiz. Yo'q, aka qarang. Buni qayta jihoz qilish kerakmi buni? Bitta oldini ham ko'rsataylik-da. Keling, hurmatli operator. Ma'lumotlar, hozir buni dokumentda qayta jihoz bormi? Endi chiqadi xudo xohlasa. Ha, oldilari qaranglar mana Lamborghini Urus bilan почти bir xil bo'libdi, gap yo'q. Ha, chempion mashinalar bo'lsa 25 ming dollarga ust ko'rinishni mana shunaqa qilib olib kelsa bo'lar ekan. Ichi bilan birga. Ha, ichi bilanmi? Ichi bilan birga. Ichi bilan birga. Qani ichini ham bitta ko'rsating, hurmatli operator. O, ichlarini nima qilib Ana tashladi? sidenada yozig'ini bitta o'qing siz. Qani? O, Lamborghini Mansory tuning bo'libdi-yu. Chiroyli chiqdi saloni. Gap yo'q. Salon haqiqatan Mansory tuning bo'libdi. Xullas, aziz aka, ishingizga omad aka. Biz ham bitta mashinaga keluvdik. Hop, mashina? Xuddi o'zi. Bu yurgan, endi hozir yurmayapti. Ya'ni qamab qo'ygan deganim sababi qani, birinchi bitta katta pulimiz. Nima qilib tashladingiz buni? Aka, qamalgan mashina mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Boy aytdingiz-ku, bundan 12 ta bor. 8 tasi yuryapti dedingiz-ku. Ya, u 4 tasiga kirmaydi bu. Ya, unaqa emas. Mana shu 5-inchisi bo'lsa kerak. Ya, nomerlari texpa, hamma narsasi cho'tki bu mashinada. Aka, qarang. Bu proyekt qiladigan mashina ekan. Bu aka pozitsiya bo'yicha boyagi Mosfantga e'tibor bergan bo'lsangiz, Lukio. Lukio, bunda luk bor, ko'rasizmi? Ha. Ya'ni buni luki bor. Bu hozir mamtlarni o'tib turganini sababi em qildirdim. Original qilib. Shirli yana mamtlari. Shirdim buni, aka men. Original em qildirdim. Mana orqadagi spoileri, tagidagi bamperi aka. Orqadan o'sha gulushtil chiqadi ikkitalik qilib. Mdgidek qanaqa bo'lsa, shunaqa. O'zi O'zbekiston bo'yicha ikkita em bor-da. Xuddi o'shani o'zidan qilyapti. Oldi ham xuddi shunaqa, oldi bamperi ham. Mana tarixga ega bo'lgan bitta kapot deb endi. Voy, yo, mamlani. Tarixga ega bo'lgan. In qurganmi bu yerga? Ha, endi aka. Men bekor turgandan ko'ra qush boqdik bu tazgina. 6 silindrli. Ha, xuddi shunaqa M52 motorda bo'ladi bu. Ya'ni M54 bor, M52 bor. Avtomat mexanikami? Bu avtomat aka. Komfort bo'lsa endi aka, avtomat. Xo'p. Hali sotayotganim Ya, bu rostagasini proyekt qiladigan mashina ekan. Ancha mehnat qilish kerak bunga. Ranglarni bo'yash kerak. Endi aka qarang, rang sepasiz, salondagina mehr berasiz. Mana narsalarni aka hozir masalan tayyor chaqirib tursangiz ham aka mana mashina o'zi 1800-2000 dollar. Bo'pti. Pulni gaplashaylik buni, nech pul? 70 000 dollar. Nima anu 70 000 ketgan-ku? Ya, kelisha olmas ekanmiz. 70 000. Aka, 10 ming naqd. Bitta gap aytaman. 10 ming naqd. Ya, men buni tayyor qilaman. Aka, mashinani tayyor qilib chiqaman-ku. Mana hozir bitta kraska sepaman. Shu qolgan narsalar ham bor, to'g'rilayman, qilaman-da. Mashinani olib chiqsam 50 mingdan kamiga ketmaydi. Chunki bunaqa yo'q, aka. Rostdan aytaman. Ya, men buni hozir olib proyekt qiladigan bo'lsam, aka-nu, sizni Mosfantetis choyni ichib yuboradi. Ha. Xudo xolasa. Bo'pti, narxini gaplashaylik. Nech pul? Nech pul beramiz? Abbos? Hurmatli operator. 50 ming. Ya. Okey, nima deyapsiz? 50 ming ham ko'ryaptilar. Aziz ham yetaman. Lamborghini yasa beradi 50 ming. U 25 mingga tayyor mashinani ustiga yasalyapti. Siz bunaqa mashina topa olmaysiz, aka. Nima topsa bo'ladi? Bormi? 6 bitta qidirib ko'raylik. Men Amerikadan qiziqdim, bor ekan, auksionda 7 ming, 6 ming dollarga ham bor ekan, emlari. Lekin rastamoshkasini o'zi 36 ming dollar chiqadi. Nech pulga aylangan tushunasizmi? 36 ming dollar rastamoshka. Ya, men bu mashinangizni ko'ryapman-da hozir. Ko'zimni oldiga bir 6 oy kelyapti-da. Bo'l, aka, men aniq qilaman. Siz ani yuvib tozalab, keyin chaqiraman, aka. Ko'zimni oldiga 6 oy kelyapti-da. O'shanga, aka, mayli. Haqiqatda yo'q bu mashinadan bilaman, men o'zim qidirib ko'rganman. 15 ming beraman. Ya, aka, 15 mingga, aka. 15 mingga, aka. Aytolman-ku mana. Men to'g'risini aytaman, ochuv oyda, degan emassiz, aka. Paytida 22 mingga olganman, aka. Ana bilan birga olganman. O'zi 22 mingga olganman. Ikkalovini birga olganman, aka. Mosfantni ham olganman, buni ham olganman. Ya'ni bo'pti, shu olmagan narxingizga berasizmi? Yo, endi mana narsalarni ham taqqan. Yo, anuni sotmayman deyapsiz. Buni hozir 6 kallasi deyapsiz. 6 kallasi emas, aka. Zo'r narx beraman, aka. 22 ming. Undan bir so'm ko'p ham kam ham qo'shmayman. Ya, aka. Bu mana narsalarga, o'zimga ham qiziq bor. Mana narsalarga, mehnatiga pul bering, aka. Bo'ldi. Ya'ni bitta narsani sizga bonus qilib beraman, aka. Qarang, aka. Men sizga buni rangini cho'tki qilib qoraga sepib beraman, tayyor qilib. O'zimga ham qiziq bo'lyapti-da proyekt. O'shaning uchun 22 ming deyapman. Atak o'zi 22 ming bermas edim, to'g'risi. Nechta berarsiz?
15 ming beraman. 22 ga hozir berasizmi? Yo'q, mana 20 proyekt qizyapti o'zimga. Sizni narigi mashinangizdan yaxshiroq qilishga harakat qilaman-da buni endi. Xudo xolisa, u bizga ishonishadi obunachilarimiz. Uni sotmayman. Bo'ldi, aka, mayli. Berasizmi? Sizga 22 mingga. 25 ming. 5 ming qatdan qo'shildi? 25 ming. Yo'q, 3 ming qatdan qo'shildi. 3 ming men ham narsalarga qo'shaman. Hozir aka, qiziq do'st. Men Xohlasangiz zavodskoy bor, taqib beraman. Mana bu narsalarni yechaman-da. Ya mana oldi orqa bamper. Aka, bu Nimasini yechib olasiz masalan? oldi orqa bamper, kapot mana. Kapot ham eng aka, bu Mustang kapoti. Aka, tayyor. Aka. Yana nimasini yechasiz? Orqasini yechaman, orqa yondi paroklari bor buni hali. Aka, narsasi ko'p buni. Demak, hozir mana shu oldi bamper, orqa bamper, oldi kapot, mana shu narsalarni hammasini tuningini 3 ming dollar hisoblayapsiz. Ha, 3 mingdan ham qimmatga qildirasiz. Hozir buni qildirishni o'zi qiyin. Birga bir razmer, aka. Tayyor. Karbon kiyimlaridan olingan tayyor narsa. Faqat stiker valakni san. Tayyor narsa. 25 mingga roziman. Faqat menga mashinani o'z kraska qilib berasiz. Xo'p. Endi kraskasini qilib beraman. Kraska qilib, tayyor qilib, mashinani ustidagi kuzovni ishini polniy bitirib berasiz. Bo'ldi, xo'p. Men bu mashinani olib, tayyorroq olib, o'zim bitta diska taqaman, salonni o'zim qilib olaman. Bo'ldi. Bo'ldi. Kelishdi. Xullas, Sizga bo'lgani uchun berolmayman. Atak boshqa odam so'rab kelib, ya bo'ldi, men o'zim bilan kelsam bermaydigan mashinam o'zi. o'zimga ham qiziq bu proyekt. Kuzatib boringlar inshaalloh. Sizlar paka valvali moydan quyib turinglar, xudo xolisa. Bu mashinani inshaalloh valvali moyini quyganlar orasidan bitta odamni tanlab olib hadya qilamiz. Okay? Alloh baraka bersin. Siz ham rozi bo'ling. Xayrli bo'lsin, aka. Xudo xolisa buni kraskasini men gaplashaman. Esicho meni kassapravni qildiramiz, pulni siz berasiz. Bo'ldi, men lekin kraskalarni olib qo'ygan. Ya bo'ldi. Xullas, okalar, kuzatib boringlar. Obuna bo'lib turinglar, jarayonlarni qo'yib boramiz.